Har bir mahalla xuddi kaftdek nazorat ostida. Aniqlangan holat bo'yicha markazga axborot bering. Har bir hududning o'ziga xos kriminogen vaziyatidan kelib chiqib, profilaktik tadbirlar belgilanmoqda. Jayhun aloqaga qo'shimcha kuchlarni yuborib axborot bering. Kuch vositalar, saf bo'linmalar va tezkor tuzilmalar har qanday vaziyatga shay holga keltirilib, hamkorlikdagi tezkor qidiruv tadbirlari keskin oshirilgan. Tezkor tergov guruhi 5 daqiqada voqea joyiga boradi. Butun mamlakat miqyosida xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlarning ikkinchi bosqichi olib borilmoqda. Qabul tushunarli, vaziyat to'liq nazorat ostida. Ko'rib turganingizdek, jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimi bosqichma-bosqich raqamlashtirilib, tuman ichki ishlar organlaridagi jarayon vazirlikda tashkil etilgan vaziyatlar markazi orqali to'liq muvofiqlashtirilib borilmoqda. Bu sharoit va imkoniyatlarning barchasi davlatimiz rahbarining aholi osoyishtaligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga qaratayotgan alohida e'tiborlarning natijasidir. Ayni vaqtda mamlakatimiz miqyosida keng ko'lamda olib borilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari ham mazkur tashabbuslarning amaliy davomidir. Oylikning 10 kunlik natijalari esa tadbirning chinakam samarasini namoyon etib kelmoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt. Bu so'zlar ortida qanchalik katta mas'uliyat va muhim vazifalar mujassam. Shu yurt farzandi bo'lgan har bir vatandoshimiz uchun xavfsiz va sog'lom muhitni yaratish, ularni turli illatlardan muhofaza qilish vazifasi ichki ishlar organlari tizimi vakillarining chinakam burchidir. Bu sharafli burchni ado etish uchun esa oldindan o'ylangan, keng aholini qamrab oluvchi tizimli rejalar zarur. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan belgilangan xavfsiz va sog'lom yurt oyligining ikkinchi bosqichida ham barcha mas'ul vazirlik va idoralarning uzviy hamkorligi ta'minlandi. O'tkazilgan tezkor profilaktik tadbirlar davomida birinchi navbatda mahallalarda xavfsiz muhitni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilib, kriminogen vaziyati og'ir hududlarga Ichki ishlar vazirligi mas'ullari biriktirildi hamda mahalla faollari bilan hamjihatlikda ish olib borilmoqda. Sohaviy xizmatlar tomonidan narkojinoyatlarga qarshi kurashish, korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik, kiberfiribgarliklarga chek qo'yish, avvalgi davrda sodir bo'lgan jinoyatlarni fosh etish bo'yicha hamkorlikdagi tezkor tadbirlar kuchaytirildi. Xavfsiz va sog'lom yurt oyligining dastlabki 10 kunida 28291 ta tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilib, 2897 ta jinoyatlar aniqlandi. Avval sodir etilgan 1643 ta jinoyatlar fosh etildi. Qidiruvda yurgan 533 nafar shaxslar ushlanib, sud va tergov organlariga topshirildi. Turli sabablar bilan bedarak yo'qolgan 374 nafar shaxslar topilib, xavfsizligi ta'minlangan holda oilasi bag'riga qaytarildi. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi, narkojinoyatchilar, ayniqsa narkolaboratoriyalar faoliyatiga chek qo'yish ushbu tadbirlarning bosh maqsadi hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda o'tkazilgan 1856 ta tezkor tadbirlar davomida 101 kilogramm giyohvandlik, 48 ming dona psixotrop dori vositalari olindi. Vertolyotli uchishlar va dron yordamida aniqlangan 27481 tup giyohvandlik o'simliklari yo'q qilindi. Internet orqali faoliyat yuritayotgan 89 nafar giyohvandlik vositalarini ko'mib tarqatayotgan shaxslar ushlanib, ular tomonidan chizilgan 302 ta narkografittilar o'chirildi. Samarqand viloyati Urgut tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda muqaddam sudlangan shaxs va uning 2 nafar jinoiy sheriklari qo'lga olindi. Ushbu shaxslar 2 kilogramm gashish giyohvandlik vositasini 28 ming AQSh dollari evaziga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. 2-iyul kuni Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti tomonidan 1994-yilda tug'ilgan Misr davlati fuqarosi dala maydonida yashirilgan 1,5 kilogramm alfa PVP sintetik giyohvandlik vositalarini olayotgan vaqtda ushlandi. Uning ijaradagi xonadonda sintetik giyohvandlik vositalarini tarqatish maqsadida tayyorlab qo'yilgan zip paketlar, elektron tarozi, skoch bo'laklari va boshqa predmetlar aniqlandi. Ushbu shaxs internetdagi narkodo'konda kladmen sifatida ishlashi aniqlanib, holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq yana bir holatda Toshkent shahri Shayxontohur tumanida yashovchi shaxsning hovlisidan 3 kilogramm marixuana, 25 gramm gashish giyohvandlik vositalari borligi hamda 12 tup giyohvandlik o'simligini parvarishlab kelayotganligi aniqlandi. Shuningdek, xonadondan topilgan zip paket va elektron tarozilar ushbu shaxsning narkotiklar savdosi bilan shug'ullanishidan dalolat beradi.
Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida 1569 ta jinoiy holatlar aniqlandi. Jinoiy guruh va shaxslardan 199 dona ov quroli, 7 dona qo'l bola usulda yasalgan va 212 dona pnevmatik qurollar hamda 4499 dona o'q-dorilar olindi. Navoiy shahrida 4 marotaba jinoyat sodir etib, jazo muddatini o'tagan erkak o'ziga tanish ayolning shaxsiy foto va videolarini tarqatib yuborish bilan tahdid qilib, 5000 AQSh dollarini talab qilgan. Tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan gumonlanuvchi talab qilingan pullardan 3000 AQSh dollarini tovlamachilik yo'li bilan olayotgan vaqtda ushlandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida ham jadal ish olib borilmoqda. Buxoro shahridagi istirohat bog'i qurilishiga yuk avtomashinalarini jalb etish bo'yicha shartnoma tuzib berish evaziga jami 40 ming AQSh dollari miqdorida mablag' talab qilgan shaxs aniqlandi. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi talab qilingan mablag' hisobidan 30 ming AQSh dollarini bo'nak tariqasida olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish, aholining internetdagi firibgarlik qurboniga aylanib qolishini oldini olishga qaratilgan tadbirlar ham oylik davomida jadal sur'atlarda davom ettirilmoqda. Tadbir boshidan jami 135 ta kiberjinoyat, 3 ta noqonuniy mining aniqlandi. Fosh etilmagan kiberjinoyatlarning 662 tasi fosh etilishi ta'minlandi va fuqarolarga yetkazilgan 3 milliard 864 million so'm zarar undirildi. Kiberjinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati bilan hamkorlikda Toshkent shahrida 2 ta yirik noqonuniy ko'l markaz fosh etildi. Yashnobod va Yakkasaroy tumanlarida aniqlangan ko'l markazlarda chet el fuqarosi tomonidan yo'lga qo'yilgan sxema asosida phishing havolalar tayyorlanib, Kanada, Buyuk Britaniya, Germaniya, Norvegiya, Gollandiya, Daniya va boshqa xorijiy davlatlar fuqarolariga soxta raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib, treyderlik niqobi bilan investitsiya tariqasida kriptoaktivlarni o'tkazma qilishga erishilgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jami 20 nafar shaxs qamoqqa olingan hamda qolgan 111 nafar shaxslar bilan tezkor surishtiruv va tergov ishlari olib borilmoqda. Oylik doirasida saf bo'linmalari tomonidan ko'cha va jamoat joylarida 275 ta patrullik va 226 ta hamkor yo'nalishlari tashkil etilib, aholining qarovsiz qoldirilgan mol-mulklari, transport vositalari bo'yicha doimiy nazorat yo'lga qo'yildi. Ayniqsa tig'li buyumlar bilan bog'liq holatlarga qat'iy e'tibor qaratilib, 7598 ta tig'li buyum olib yurish bilan bog'liq holatlar aniqlandi. Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida qo'pol qoidabuzarliklarga qarshi keskin choralar ko'rilib, hududlarda qayd etilayotgan huquqbuzarliklar salmog'idan kelib chiqqan holda piyodalar, velosiped va skuter haydovchilari o'rtasida targ'ibot tushuntirish ishlari kuchaytirildi. Yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishida oylikning dastlabki 10 kunida 327.088 ta qoidabuzarliklar, shundan 92.286 ta qo'pol qoidabuzarliklar aniqlanib, 47.325 ta transport vositalari jarima maydonchasiga joylashtirildi va harakat ishtirokchilarining xavfsizligi ta'minlandi. Shu bilan birga bozorlarni raqamlashtirish, yashirin iqtisodiyotga barham berish va savdo rastalarida yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish borasida hududiy hokimliklar, prokuratura, soliq va favqulodda vaziyatlar bo'linmalari mas'ullari ishtirokida targ'ibot tadbirlari tashkil etilib, tadbirkorlarga keng tushunchalar berilmoqda. Har bir tumanga biriktirilgan mas'ullar tomonidan ichki ishlar organlari shaxsiy tarkibiga xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlarining bosh maqsadi to'liq tushuntirilib, ularning mas'uliyati oshirilmoqda. Tizimli ravishda o'tkazilayotgan bu kabi oyliklar kriminogen vaziyati og'ir hududlarda ham ijobiy natija berib, qizil toifadagi mahallalarda jinoyatlarni oldini olishga erishilmoqda. Chirchiq shahrining markazida joylashgan Amir Temur mahallasi ham so'nggi 5 yilda og'ir toifadagi hudud sifatida qayd etilgan bo'lib, ko'rilayotgan choralar ushbu mahallaga ham o'zining ijobiy ta'sirini o'tkazdi. Mahallamizda 38 ta ko'p qavatli uy bo'lib, aholimiz qirg'iz, qozoq, o'zbek, rus, tojik, qaris juda ham ko'p millat vakillari yashaydi. Hammasi bir-biri bilan inoq. Davlatimiz rahbari tomonidan mahalla faoliyatini takomillashtirishga keng e'tibor qaratilmoqda. Biz mahalla xodimlari prezidentimiz tomonidan berilayotgan vazifalarni o'z vaqtida bajaramiz. Mahalla hududining kirish-chiqish qismlariga zamonaviy kuzatuv kameralari, yoniq nuqtalarga chaqiruv tugmalarining o'rnatilishi aholining jinoyat va huquqbuzarliklarga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirdi. Mahalla faollarining fuqarolar bilan uzviy ish olib borishi, ularni ish bilan ta'minlashga bo'lgan e'tibori esa oila turmush doirasidagi muammolarni bartaraf etmoqda. Kelib tushgan murojaatlarga barvaqt va izchil tezkorlik bilan munosabat bildirish natijasida hozirgi vaqtga kelib mahallamiz jinoyatchiligi keskin kamayib, mahallamiz toifasi yashil toifaga o'tish arafasida. Bu erishilgan natijalarni barchasi o'sha muhtaram prezidentimizning fuqarolarning tinch va osoyishtaligini ta'minlashda qaratayotgan e'tiborli natijasi bo'lib, bundan biz minnatdormiz va kelgusida ham bu ko'rsatkichlarni yanada ijobiy qilishga, o'z salmog'imizni qo'shishga va'da beramiz.
Nafaqat Chirchiq shahrining Amir Temur mahallasi, balki yurtimizdagi har bir mahalla, har bir ko'cha ijtimoiy profilaktika natijasida tinchlik va osudalikning ramziga aylanmoqda. Hamkorlikdagi tezkor tadbirlar, ko'rilayotgan profilaktik choralar, jinoyatchilikka qarshi kurashdagi zamonaviy ilmiy yondashuvlar albatta yurtimiz tinchligini saqlash yo'lidagi g'oyat muhim harakatlarning navbatdagi bosqichidir. Shu maqsadda o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt tadbirlari iyul oyining so'ngiga qadar davom ettiriladi. Biz barcha yurtdoshlarimizdan jinoyatchilikning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashda faol bo'lishlarini, bu kabi holatlarga befarq qaramasdan albatta huquqni muhofaza qilish organlariga ko'maklashishlarini so'rab qolamiz. Ushbu tadbirlar yurtimiz aholisining barcha qatlamini qamrab olib, ularda jinoyatlarga nisbatan murosasizlikni rivojlantirmoqda. Eng muhimi, yurtdoshlarimiz bu jarayonlarni to'g'ri anglamoqda va profilaktik ishlarda faollik ko'rsatmoqda. Bu ijobiy munosabatlar osoyishtalik posbonlariga shijoat baxsh etadi va ichki ishlar organlari xodimlari barcha huquqni muhofaza qilish idoralari bilan hamkorlikda tunu kun o'z vazifasiga mas'uliyat bilan yondoshgan holda sharafli burchini davom ettiradi.